Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz bozor kunidagi tepaga yetib kelganmiz. Hozir ichkariga kirib sizlarga bir obzor qilamiz. Blogerlikchi. Blogerlik bo'lyapti. O'ylab boqish kerak, endi sal qimmatlansa bo'ladi. Nima gaplar? Gap yo'q. 200 gram tamaki bering ekan menga. Yo'q, necham hozirmi? Bo'ldi, o'tirib turing. Joy qalaysiz? Yaxshi. Ostonbekni tayyor qoldi, hozir keladi. Aka, kelishingizda ham yaxshi eshitganman. Kelishingizdan zo'r. Kamera tagiga tayyor bo'ldi. Yana nima gapchi? Kel. Kamera tagiga kesishlardan tayyor bo'ldi. Buni tartib qil. Bora bersin. Mana to'g'rilagan zakasi bo'lgan. Kelarasizlar. Alkan nima gap? Aka, bizdan qancha bo'ldi? 40 so'm bo'ldi ekan. Mana aka. Kelarasizlar, aka. Rahmat. Tabaqalarimiz bilan o'tgan munosabati bilan hozir dastlabki xizmatlari mavjud. To'ylarga, har xil tug'ilgan kunlarga dastlabki xizmatlari bor. Chiroyli qilib kelib yoki telefon orqali zakaz bersalaring bo'ladi. Hozir tashqariga chiqib manzilni tushuntiramiz. Bu tarafdan kelishda Kalvaydan. Bu tarafdan kelishda Buromatdan. Yosh bolalaring bilan keslaring o'z hayvonlar bilan emas.